Assalomu alaykum, hurmatli ekran altidagi ko'rarman do'stlar. Oldinlarda Qadam TV kanali taqdim qilib o'tgan Usul shaydalari programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Bugun bizning mehmonda Ruxsara usul ansamblniki usulchisi Sayfiddin Mahmud. Assalomu alaykum Sayfiddin, xush kelibsiz bizning studiyamizga. Birinchidan studiya nomidan, program nomidan sizga cho'ng rahmatimizni aytamiz. Shundaq vaqtingizni bo'lib bizning studiyamizga kelganingizga. Endi meniki sizga qo'yadigan birinchi savolim, Sayfiddin, o'zingiz to'g'riliq qisqacha so'zlab o'tib ketsangiz, o'zingizni tanishtirib o'tib ketsangiz. Qani, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Qadam TV'ning tomoshabinlari. Mening ismim Sayfiddin, Uyg'ur rayon Avot mahallesida dunyoga kelgan. Maktabni shu vaqtda 5-klassgacha shu yerda o'qib, qolgan maktabni bu vaqtdagi 153-chi Abdulroz Baqiev nomli gimnaziyada tamomladim. 9-klass bitagandan keyin akam bilan hadam, o'tiranchi akam bilan o'tiranchi hadam sababkor bo'lib, men Respublikanskiy estrada sirk kollejiga usul bölümüge o'qishga tushdim. O'qishga tushib, a'lo baholar bilan 2015-yili o'qishni tugatdim. 15-yil o'qishni tugatib bo'lgandan keyin yana o'qig'im kelib, akademiyaga, Cumhuriyetlik akademiyaga tushdim. Akademiyaga tushib, akademiyani mana 2020-yili tamomladim. Rejissyor, xoreograf diplom bilan tamomlab, a'lo baholar bilan tamomlab chiqdim. Hozirgi paytda Cumhuriyetlik Uyg'ur teatrida usul artist bo'lib ishlayapman. Yaxshi. Endi Sayfiddin, yana bir qo'yadigan savolim sizga. Sizniki o'zingizniki shu usul degan muhabbatingiz, ya'ni usul degan ishtiyoqingiz qancha yildan tortib boshlandi sizniki? Kichik vaqtingizda tortib boshlanganmi, yo bo'lmasa shu Olmutaga kelganda ichildimi sizniki usul degan muhabbatingiz? Usul degan muhabbatim mening men mahallada o'qiyotganda 2-3-klassda bo'lish kerak. Akamlar shu paytda mayaqda o'qishini tugatib, estrada sirk o'qishini tugatib, butunlay kollektiv bilan malik bo'lganda men shu vaqtda degandim, men usulchi bo'lma. Shu chog'lar asla debman ekanda, usulchi bo'lma, men bo'ldi, usulchi bo'lma. O'zingizning armoningiz shu vaqtda bo'lgan, kelgan vaqtda deysiz. Bo'lib ekanda. Undan keyin o'qishni tugatib, bu yoqqa kelgandan keyin men aktyor bo'lma deb armonlagan. Shu paytda kollejga berib, kollejda shuni nimalar bilan akam usulga tushsam-da, usulga tushib kelgan deb nim qilgandan keyin men usulga ketib qolgan. Shuning uchun usulda kichik vaqtimdan boshlanganda armonim men. Endi sizniki o'zingizniki oilangiz, men aytganda san'atkorlar oilasi, hammamiz bilamiz. Endi shu oilada sizniki o'zingizning aqllaringizda kim usulchi bo'lgan? Ya bo'lmasa, aqllaringiz bo'lmasmi, yo bo'lmasa, atalaringiz o'zingiz san'atga yaqinmi hozirgi vaqtda? Mening shaxs o'zimning atanam san'atga yaqin emas. Amerikan butunlay qarindoshlarim hammasi bizning buvilarimizmi, mamlarimizmi hammasi naqshchilar bo'lgan. Xalq naqshlarini aytib, hammasi mahallada hammasi taniydi, Varisovlar avlodi. Varisovlar avlodi. Varisovlar avlodi. Hammasi naqshchilar bo'lgan, qo'shoqchilar bo'lgan, shoirchilar bo'lgan. Atanam o'zimning usulchi emas, naqshchi emas, undaq san'atga yaqin emas. Biroq mening ikki akam usul bölümü, yeni Uyghur usul bölümü içilganda, ikisi oğullarının arasında ama ikisi birinci bo'lib başlagan. Birinci tülekler bo'lgan deysiz. Birinci tülekler akamlar bo'lganda, Qalbiddin Varisov, Muhiddin Varisov deb. İki akam başlagan, ashlardan keyin men ashlardan keyindin mana mush paytgacha kelib o'tirmiz. Yaxshi. Endi sizniki hozir usulga degan mana o'zingiz rejissyorlikni bitadim deysiz, mana aytganda. Hozir o'zingiz akademiyani bitirib, hozir rejissyorlik, xoreograf, rejissyor bo'lib o'tirsiz. O'zingiz bu rejissyor sohasida o'zingizniki sahnalashtirgan usullaringiz bormi sizniki? Cho'ng bir yo bo'lmasa konsertlar, yo bo'lmasa bunday qilqi sahnalik usullar deb qo'ydigan mana aytganda. Shularni siz sahnalashtirdingizmi? O'zingizniki yaxshi ko'rgan bir sahna asarlaringiz bormi sizniki o'zingizniki? Ba, akademiyada men o'qib yurgan paytda 3-kurs chig'imda bir mongolskiy tanis deb mongolskiy usul qo'ygan. Mongol usuli, ha. Mongol usulini qo'ygan. Shu usulim mush paytgacha akademiyada bolalarga qo'yilib keldi. Shu usulim bor, u usulim ko'p konkurs qilgan, akademiyaning nomidan shu konkursga borgan. Uyg'ur teatrida men Lopnurluqlarning usulini qo'ygandim. Lopnur stilki. Lopnur nemisida usul qo'ygandim. O 2018-yili bizning 8-mart xonim qizlarning arnalgan tabassumimizda shu yerda
shu paytda. Bu yerda faqat o'g'illar o'ynaymi yo qizlar da aralashmadi? O'g'illar bilan, ha? Faqat o'g'illar 8 o'g'ilga qo'ygandim. 8 o'g'il mush paytgacha usul bor. Amlik hozirga o'ynamaymiz, no biroq usul bor. Shu siz usulni sahnalashtirgan vaqtida siz nimadan ilhom olasiz? Muzikadanmi, yo bo'lmasa shu o'ynagan usulning stilidanmi, qaysidan nimadan ilhom olasiz siz? İlhamni ko'p bilganda muzikadan. Muzikani tanshab, muzikani ko'p tanshigandan keyin bir harakatlar chiqadi. Gapning ochig'i bir yerlarda bir videolardan qarab, hozir bizda Almatıda unchalik Qozog'istonda nima yo'q-ku. Taraqqiyot etmagan deysiz Uyg'ur stilleri unchalik taraqqiyot etmagan. Shuning uchun biz amal yo'qdan shu videolarga qarab, ko'rib, shu videolardan bir ma'lumotlarni olib, muzikani ko'p tanishaymiz. Muzikani ko'p tanishigandan keyin odam bolasining bir ichida uyg'onadi ekan-ku baribir. Shu muzikadan ko'p bilgan muzikadan olamiz. Muzikadan ilhom elib. Endi sizniki shu sahnalashtirgan vaqtida, ya'ni usulni qo'ygan vaqtida deb qo'ydik bizda. Shu qo'ygan vaqtida sizga qanchalik vaqt kerak sizga? Qanchalik vaqtda siz bir usulni sahnalashtirib olasiz? Bir hafta, 2 hafta. İlham qandaq keldi, shundaq qo'ygan bo'ldi. Shu usul soni o'yinish xususiyatiga qarab yana qo'yildi, ha? Adam qishimizki balla 8 o'g'il bo'lsa, 8 o'g'il shunda adachi bilan, yurak bilan o'ynab olsa, u usulni bir haftaga yetmay chiqarib yetishki bo'ldi. Aysi hamiz kayning tatib, bir o'ynag'is kelmay, bir ana qilib, bir mana qilib degan ishni qilmay qilsa, u ish kichkina so'zilib qolishi mumkin. Lopnur usulni men o'zimning ishlayotgan kollektivda aqllarim hamisi, aqllarim bor, ag'alarim bor, hamisi menga shundaq kuch-quvvat berib, usulni biz shundaq egiz darajada chiqargan usul. Yaxshi chiqadi. Xalqimiz yaxshi qarshi oldi deysiz. Yaxshi. Endi meniki hozir yana aytib o'tarim, sizniki 2019-yili sizniki, ya'ni Dolan Uyg'ur milliy usul ansambliga sahnalashtirgan Ko'kböre degan usulingiz bor sizniki. Hozirgi vaqtda bizniki xalqimizga, ya'ni yoshlarimizga keng ommabopga to'nilgan hozir shu usullarning birisi. Shu usulniki sizniki men anlatgan sahnalashtirgan siz. Shu usul to'g'riliq o'zingizniki bir o'y fikringizni deb aytsangiz. Hozirgi vaqtda yana shu usul texi to'xtalmasdan mana yildan yilga o'ynab kelyotdi. Mana aytganda. Siz o'zingiz shu usul to'g'riliq qisqacha bir so'zlab o'tgansiz. U ishimning boshlanishi sababkor bo'lgan mening yaqin ag'inam Tayrif Umid. U ag'inam usulchi. Shu ag'inam bir kun zvon chiqibdi. Atchim, sening yordaming kerak bo'lyotdi deb. Shundan keyin berib qarsam Artur akimizning Ko'kböre degan naqshini qo'yib, atchim shu naqshiga Dolan ansambliga yaxshi, ajoyib bir qiziq bir ma'nosi bilan chiroyli usul qo'yish kerak deb shu ag'inam shu ishning beshini boshlab bergan shu ag'inam mening. Bo'ldi, gap yo'q deb uyatga men Dolan ansamblidagi hammasi mening yaqin ag'inlarim hammasi bilan shu ishni birga boshladik. Endi Ko'kböre deb Uyg'urlar aytganda hammasi Ko'kböre'ga tangaymiz-ku. Shu usulni shu o'y bilan qo'yganda men millatga degan muhabbatni shayga saldim deysiz-ku mana aytganda. Şimdi qandaqdir bir nim o'yg'andi, u usulni mana shu usulni men bir haftaga yetmay qo'yib aytgan. Shuni o'zim tirishib, o'zim intilib ketdim u usulga. O'zim zalga berib ishlab, o'zim me'yorni qandaq bo'ldi deb. Endi u Dolan usullik ansambldagi bolalar hammasi professional bolalar bo'lmagandan keyin ashlarning danillar qarab, shularga mas keltirib, o'ynash xususiyatiga qarab, shu ikkitalamizda shunga qarab deysiz. Shularning kuchiga qarab, shu usulni darajalik yaxshi darajada deb chiqdik deb o'ylayman. Shu usulni ko'rgan bolalar ko'plari, endi usulchi bolalar ko'plari armonda qoldi. Durust deysiz. Mush usulni voy o'ynagan bo'lsak, mush bolalar bilan o'ynagan bo'lsak-ka deb köpleri men özümden anlaşım boyunca, xalqning anlatışı boyunca şu usulga köplerinin yürügi içildi de aytganda. Rahmat. Ajoyib. Endi saypini meniki yana sizga so'raydiganim, sizniki o'zingizniki utuqlaringiz to'g'riliq. Meni bilishimcha, siz mana aytganda siz ko'parak chet ellarda jiq hunar ko'rsatdingiz. Shu chet ellarda bo'lgan o'zingizniki bir xilqi qiziqarli voqealar, ya bo'lmasa o'zingizniki sahnaga chiqqan usullaringiz to'g'riliq, chek olgan nomerlar deb qo'ydi-ku. Shular to'g'riliq so'zlab o'tgansiz. 2015-yili men kollejni tugatib akademiyaga kelgan chog'imda o'zingiz bilsiz, usulchilik o'g'il bolalar az.
Санағылықла. Профессионал ұсылчы балла, оғылла, санағылықла. Академияға келгенде оғыл балла аз, айтқанда ішкі оғыл, ішкі қыз Испания, Италия, Барселона, Ницца, Монако деп ішкі әптігі маңадыған турға бір балы ағыр кеп, бір балы барамайдыған болып, шол балының орныға мән кеп қалдым. Тәлей болыпты дәсіз? Тәлейім şu вақты болды да менің. Мен академияға түштім, академияда оқу атқан чағда бір ай оқымайла маңа факультетіміздің деканы кіріп, загран паспорттағын әкеген әтті деді. Болды, қарасы өзім айран қалдым, мен қылды кен загран паспортын деп. Әтісі әкесем болды, сән бізден бардыған болдың, сөй тайыланған деді. Қаяққа, немеге мен өзім білмейме. Әшсақып, өзімнің тәлейім болып қалды да. Барселонаға бадық, Испанияға, Италияға, Лорд-де-Мар, Ницца, Монако, көп шәһәрлерге шикәптілің ішінде фестивальға бадық, ұсул фестивальға бадық. Үйегі бағанда біз бір әптедек дәм алдық. Беріп репетицияны қылдық бір қетім. Қаған күнлер әмісі дәмеп, ақырқы күнде ойындық, 2 күн қағанды ойындық. Ойнап, шөпәтті гран-прийіні еліп, құтқылық қайтып келдік. Яқшы. Онуды кейін, менің 5 жыл академияда оқытма, 5 жылының ішінде 14 шәһәрге 14 странаға беріп кепме. Яқшы, әжайып. 14 мәмлекет. Москваға беріп, Москвада 4-ші курс оқытқан шеғім режиссерлар конкурс болған. Москвада ГИТИСта. ГИТИС деген академиясы да. Шүйеді 3-ші орын еп кәген. Яғни бұл 3-ші курста оқытқан шағда Африкада Қазақстанның посольствосы ечіліп, Қазақстанның посольствоға академиядан бізіне ұслы ойнайсыла деп Африкаға, Эфиопия шәһәріге бізіне әвәткен. Шүйеді ойнап, бізіне шүнчелік ылық күтіп, Африкада шындақ бір өзім рухи жәнет басшыжаңы болып келдімше, ұлқиядкі адамлар, ұлқиядкі атмосфера дайды ғымна айтқанда. Şu adamlarını körüp moşkemikçen hazır əsləb, üzəm xoşal болып qalma. Yaxşı, əndisindeki özünüzdeki aldığınızdan yani işte çətəyləki çıxış armınınız var mı sizdeki yani? Armanlarınızda var mı başındaq yani? Armanım var. Xudayım buyursa. Әнд işlerim oңғы meyip kelse. Әмді қараңсыз azı bir yerde akademiya tarafından bağdım deysizde. Әмді bizdeki özümüzdeki Uyghur milli usulları bilen çetelik verip özümüzdeki Uyghur'un milli usullarını oynayıp çıktınız mı? Şu oynayıp çıksanız şu yerde şu bizden milli usullarını qanaq qarşı aldı şu yerde halk? Biz немеден Uyghur teatrından Turkiyaga mаңған, Turkiyaga Rak muqamını ilip bağandıq. Rak muqamını biz 3 şehir kep bağdıq. Adana, Ankara, İstanbul şəhərlərə elib verib, şu yerdə Rak muqamını 3 şəhərdə göstərdik. Şundaq ılıq, şundaq yaxşı qarşı aldı bizni. Жығылап кеткенләм ба, күліп, қошал болып, орында тұрып, чавақ чағалам ба, 5 минутлап, орында тұрып, чавақ чағалам ба. Bunu айтқанда, яқшы қарсы алды бізді. Яқшы, әжайып, сөкіпітім шындақ әжайып қызып атыды. Сәйіпетін ең менің сұрайдығым, қазіргі уақытта сіздіңкі өзіңіздің ой пікіріні білгім кеп атыды. Қазір біздіңкі Қазақстандыкі, яғни Алматы шәрі, яғни болмаса, мұнағын әткенде, ұсуландыкі сахасы қандақ болып атыды қазір мұнағын әткен. Әмсіз мұнағын әткен режиссер сахасында оқыдыңыз, яғни өзіміздікі чоң театрда өзіңіз ішлеп кеп атсыз. Şöyle hazırki bizdeki o sulçulandaki oynayatkan usulunun sahası qandaq болып atыды şu doğruluq özünüzdeki oy pikriniz. Töven düşüp git baramdı ya bolsa bizde qadimgidek özgürüş yani örleş var mı bizde? Usul sahası aytqanda hazır непрофессиональный usulçular köp болып ketdi. O bolsuma andi xalqımız usulni dürüst bilmezden halkımızga usulun başka türünü ip çıkıyor adette. Töven tarafını ip çıkıyor adette. Tırışıdığan usulcular var. Körüdüğan, qarab, məyəni mına qılaylı, Ansambl şunda jığıb bolup mu? Köp ansambller var. Aldın qatada ketip bağan, ne profesyonel ansambller bolsu mu? Aldın qatada çıkıp ketip bardı da olar. Şunda yaxşı gapning o'chig'i yaxshi chiqib ketib bordi. Ammo lekin kaynik tatadigan ansambellar bor, ko'plari.
Dürüst yol düşüngende özünün başka yolda gitip başka yolga düşüp başka oylar bilen gitpagan ansambller aytkanda köpünçük. Şularga itarаңыз özünüzki meni ekran arkalı mana mening oyuncha ko'rdi deymiz. Özünüzniki oy fikriңiz, özünüň tilekleriniz bolsa, şularga aytsanız boludu. Endi ular deydiganim nima? Bizning endi biz deydigan söz yaxshi bolsun deb deyse. Yaxshi bolsuga, bo'pti, ansambl içipdi, ko'ribdi. Yaxshi iş o ansambl açqan degan может быть özünün bir işi, özünün bir biznes qilgisi bordi. Şununğa kelip bir ishga yig'iz so'zlaganda boshqacha tushunadigan odamlar borda. Ko'ramayotgandek, uning biroq biz nemisini ko'ramaymiz, durustmi? Biz u o'rindan o'tib bo'lgan. Ustoz tutinglar deysiz, to'g'ri yo'lda menglar. Qadimgidek bizniki usulniki ramkadan chiqsin deysiz-ku. Biz ularni yaxshi bo'lsin deb deysanda, bo'lsinmi bizning aqllarimiz bor. Mening oldimda ketib qolgan Eldar Abdullayev, Ramil Varisov, Tayir To'xtabakiyev, Muhijin Varisov, Qalbiddin Varisov. Şu aqllarimiz bor. Shulardan kichkina ta'lim olish kerak, ko'rish kerak, so'rash kerak, bilish kerak. Ular usulni shu Qozog'istonda Uyg'ur ansamblini birinchi boshlagan o'g'illar shular. 7 o'g'il bo'lib boshlagan ular. Shulardan bir berib so'zlashib ko'rish kerak. Fikr almashsa, ularning deganini olsa, shu vaqtda u ansambller kayniga emas, oldiga meningshiga mening ishonchim komilda. Hozir ular hech kimni tinchmaydi, hech kimni qarmaydi. O'z bilgan sanamiga o'ynaydi deysiz. O'z bilgan sanamiga o'ynaydi. Biz ularga kelib birdim desak, biz uni ko'ramayotgandek tushunadi ular. Shuning uchun ular deydiganim oldinglarda ketib qolgan odamdan ishni qarab, durust yaqin elish kerak-da. Ko'rib, da'votsiz tinshash kerak. Kerak yerlarni elish kerak. Kerak emas yerlarni aslo tinshash kerak. Biroq o'zining mandaq durustqo degan tarafini qilgan durustda. Ko'z ilmigan degan u biz nemisini ko'z qilmaymiz, durustmi? Bizning ishlaydigan yerimiz akademiyalik teatrimiz bor. Başqa bizga undaq ulan yaxshil bo'lsin deymiz-da biz. Saypin rahmat, sökpin shundaq ajoyib qizyotdi. Bizniki Qadam TV'niki Churum to'pi siz to'g'riliq syujet tushirgan deydi. Qani birlikda ekranga marhamat. Мен мұшы театрда ішлеп атқаным, һәм Сайпидин белән эшләп атканымга 2 жыл булды. Театрга келип, уйгырча усулны еңден үйгәндем дисәк булды. Үйгәнгән вакытта мұшы Сайпидин карап үйгәндем мен. Сайпидинның мимикасы кардым, Сайпидинның техникасы, Сайпидинның мұшы уйгырча усул ойнасы пурги деп коймыз, мұшы уйгырча усул ойнаган вакытта пурак деген нәрсе булды. Әгәр пурак булмаса уйгырча усул окшамай калды. Әш пурак мұшы безнең Сайпидинimizdə nəhayət köp yetib turdu. Şu Saypidin adamgarchilik tarafiga kelsak, haqiqiy do'st bo'lgan o'g'il bola, mening yaqin ag'inam, mening bir usullarda bir yerlarda qamashmay qolsa, kelib yordam berdi, boshqa taraflardan yordam berdi. Shu Saypidinga qutuq, ayla va baxit. Shu, rahmat. Ассаламу алейкум. Ну, что я могу сказать насчет Сайпидина? В первую очередь, он очень хороший человек. Во-вторых, он очень хороший танцор. Знаю я его с 2017 года, как он пришел работать официально в театр. Всегда и во всем он сейчас у нас первый, можно сказать, и солист ансамбля.
Очень ответственно подходит к работе, никогда не опаздывает, всегда работает в полную ногу. У него большое будущее, я считаю, что у этого мальчика, что все у него еще впереди, но до этих пор он достойно проработал все это время в Уйгурском театре. Помимо театра его еще часто приглашают другие ансамбли на выступления. И как коллега он, говорят, же душа компании. Он очень такой позитивный человек, очень уважительно относится к взрослым. Что я могу еще сказать? Пусть у него будет столько же множества сил, успехов. Ajoyib bo'pti syujetimiz. Sayfiddin, meni yamir savolim sizga. Endi sizniki o'zingizniki ustozlaringiz to'g'riliq. Shular to'g'riliq qisqacha so'zlab bersangiz qani. Ustozlarым тоғырлық. Колледжға еңі бағанда Ильясова Ақмарал Абдукаримовна деп біздің кафедра заведующий мұғаліміміз болған. Ол мұғалімім маңа народный цинистский дәріс берген. Кейінгі болып мұ Галия Жунисбаевна. Ол мұғалімім маңа классика дәрісідің ұсылды әң мұхим дәріслерінің бірі. Классика дәрісідің маңа тәлім берген. Шу мұғаліміміз маңа көп ішланы hem hayatımı hem kolejdeki hayatımda mı köp күш берген muallimimning biri Galiya Junizbayevna bo'lgan. Andan keyin bizning kursimizning rukovodители bo'lgan Nurgul Alimjonova deb bir muallimimiz bor edi. O muallimimizning desek mening so'zlarim yetmaydi o muallimimizga shunchalik kuchli, shunchalik ruhiy jannatdan bizga kuch beradigan muallimlarning birinchi o muallimimga rahmat aytqim keldi. Uyg'ur usulni Vostok dərsi deb qo'ydik, Vostochniy nimadan bizga Sanam Ismoilovna dars bergan. Farida Asılbekovna deb Historika bытовой degan dars bor. Farida Asılbekovna bizga dars bergan-di. Yana qaysilan ko'p deysiz o muallim ustozlarim ko'p. Akademiyaga kelganda, akademiyada men уже rejissyor tarafdan bo'lg'achqa mening muallimlarim o'sha cho'ng muallimlar bo'ldi. Larisa Valentinova Kim deb koreyskiy teatrining rukovodители, балетмейстері. O muallimimiz menga народный цинистский darsini bergan. Rejissyor по народному танцу degan darsdan Kim Larisa Valentinova bergan. O'zimning masterim искусствоdan dars bergan Vyacheslav Andreyevich. O muallimimiz menga ko'p informatsiyalarni mening qulog'im quyib o'tgan. Usulni qanday qo'yish kerak, muzikani qanday tinglash kerak, muzikaning qayerdan tinglash kerak, muzikaning birinchi muzikasi, ikkinchi muzikasi, uchinchi muzikani qanday tinglash kerak. Ashlarni hammasini shu muallimim menga qulog'imga quyib, shu muallimimga bo'lakcha rahmat aytqim keldi. Yani bu Alima Talgatovna deb kollejda dars bergan, ham akademiyada dars berdi. Kollejda menga kazakskiy tanisdan dars bergan muallimim. Birinchi bo'lib meni kazakskiy tanisda mening o'zimning shirata, ham ishimni, o'zimning tenim bilan qanday ishlashni shu muallimimdan o'rgangan. Shu muallimim mening bilan ko'p ishlagan, Alima Talgatovna deb. Muallimlarimga birinchi bo'lib ham muallimlarimga rahmat aytqim keldi mening. Mushu darajaga yetib kelishimning sababkorlari shular egilib ta'zim qilma, rahmat aytma. Uyda ota-onam apam bilan dadam bo'lsa, kollejda, akademiyada mening apam bilan dadam shular bo'ldi. Ustozlar bo'ldi deysiz. Ustozlarim bo'ldi. Ham akademiyada o'qiyotganda bizning Gulnara Saitova Yusupovna menga ko'p darslarni bergan. Gulnara Saitova Yusupova Gulnara Saitova bilan ko'p ishlamadim, ko'p ishlamadim. Teatrga kelganda, men yangi teatrga kelganda Gulnara Saitova akademiya Astonaga akademiyaga ketib qoldi. Shu paytda az dars oldim, biroq Gulnara Saitovana degan so'zlari mushkamgichan qulog'imda degan har bir so'zi qulog'imda постоянно turibdi mening. Yaxshi.
Sayfiddin rahmat sizga, shundaq ajoyib so'zlab o'tdingiz, ustozlaringizga rahmatlaringizni shundaq aytdingiz. Endi bizniki Sayfiddin yosh avlodlarga kelayotgan, yangi ichilayotgan ansambullarga o'zingizniki o'y fikrlaringizni, tilaklaringiz bo'lsa, qani marhamat ekran orqali yo'llasangiz bo'ldi. Endi hozir yangi ichilayotgan ansambullarga tilaydiganim birli utuq. Qaranglar, ko'ringlar. Köp o'qigandan emas, köp kögendan so'ra deydi. Shuning uchun oldinglardagi aqllaringlardan, oldinglardagi hadlaringlardan köpni so'ranglar, köpni kögenlar. Sizlarga men uning ishonchim komil, sizlarga yo'q demay, sizlardan peqirmay, sizlarga shuni ko'rsatib, sizlarga durust yo'lni ko'rsatishga ular tirishadi. Sizlarga tilaydiganim to'liq utuq. Shu insofliq ansambullardan bo'lishga men rahmat. Rahmat. Endi shuning bilan birga bizniki mana kanalimizga, ya'ni programmamizga izg'an so'zlaringiz bo'lsa, issiq so'zlaringiz bo'lsa, iliq so'zlaringiz bo'lsa, qani marhamat. Qadam TV tilaydiganim mush yo'ldan qaytmay, mashtaq bizning programmalar ko'p bo'lsin. Rahmat. Sizlarga chaqag'ininglarga rahmat. Köptün ming rahmat sizlarga. Shu tilaydiganim utuq alg'a tilib. Rahmat. Rahmat Sayfiddin sizga. Endi o'zingiz bilasiz, bizniki usul shaydolari programmasi bo'lganlikdan sizniki chiroyli usulingizni mishada o'ynatmay sizni qo'yib qo'ymaymiz. Qani vaqtda ko'rarmanlar birlikda sizniki chiroyli bir usulingizni ko'raylik. Qani marhamat. Bo'ldi. Hürmetlik ekran altındaki körermen dostlar. Usul şeydaları programısı muşnum bilen tamam boldu. Bizde mihmanda bolgan Ruhsara usul ansamblının usulçisi Sayfiddin Mahmud. Yine bir darlaşıkçan hoş salamet bolaylı. Sizler bilen bolgan men İmran Baxtiyar.